Puxtay, qaranglar qanaqa ko'rinishga ega bo'ladi. Bilasizlar, bizda mebellar juda ham standart holatda. Hozir ko'pchilik loft stilga ko'proq e'tibor beryapti. Xitoyliklar loft stildan yana tashqari modifikatsion, yana kompaktniy stilga e'tibor berishgan. Hozir ko'rsatadigan narsa oshxona uchun, undan tashqari yotoqxona uchun mo'ljallangan ajoyib ko'rinishdagi shkaf transformer hisoblanadi. Ko'rayotgan narsalar qanaqa ko'rinishga ega bo'lgan. Organizer ko'ynaklarni taxlab qo'ysanglar bo'ladi. Mana bu yerga boshqa narsani ilsanglar bo'ladi. Undan tashqari mana oyoq kiyim qo'yish uchun qaranglar, spesialni shunaqa narsani o'ylab topishdi xitoyliklar. Ratangoviy ko'rinishda qilib qo'ygan. Bu yoqda misol uchun naski, boshqa narsalarni solib qo'yishinglar mumkin. Voобще dodasi. Mana bu yon tomondan chiqadigan o'zini videojurnali bor. Bunaqa narsa O'zbekistonda kamdan-kam uchraydi, bunaqa detallar. Lekin mana Xitoyda mana shunaqa mahsulotlarni olsanglar bo'ladi. Mana bu yerda o'zining vishilkalari ham bor. Bundoq qilsanglar tortilib, kiyimlarni ilib qo'yib, bemalol mana shunaqa ko'rinishdagi detallarni olib ishlatsanglar bo'ladi. Mebelchi akalarimiz, ukalarimiz mana bunaqa ko'rinishdagi postavkalarni oyoq kiyim bemalol qo'ysa bo'ladi. Yana undan tashqari mana bunaqa ko'rinishdagi kir uchun mo'ljallangan aksessuarlarni, ya'ni doполнительный mana shunaqa zapchastlarni qilib qo'yishgan. Undan tashqari yana bitta narsani ko'rsataman. Bu oshxona uchun. E'tibor bering chetdagi chiroqlariga. Narsalarni, mahsulotlarni bemalol narsani qo'yib qo'yishingiz mumkin. Ichimlik suvi bo'ladimi yoki bo'lmasa masalan konservni mahsulotlarni ham shotga qo'yib saqlasanglar bo'ladi. Общий planda. Undan tashqari oshxona uchun mo'ljallangan ajoyib videojnoy mahsulotlar. Shunaqa narsalarni chiqarish bilan shug'ullanar ekan. Xullas, kimga shunaqa mahsulot kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. To'g'ridan-to'g'ri bu zavoddan biz shunaqa mahsulotlarni mebelchi akalarga yetkazib bera olamiz. Uslubiga o'zgartirish beradigan akalarimiz, ukalarimiz shu mahsulotni xarid qilinglar, mebel dizaynini tubdan o'zgartirib, yangilik kiritinglar. Shunaqa gaplar biz eshitamiz, sizlarga qiziqarli mahsulot ko'rsatib davom etamiz.